Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bizning YouTube'dagi obunachilarimiz ish jarayonidan sizlarga qisqacha video qilyapmiz. Hozir Ariza 7 Pro mashinasi kelganda, bu mashinada bo'layotgan muammoni tekshirib chiqamiz. Bu mashinada nima muammo bo'lyapti? Mashina aksiyaga qaraganda reduktorni qisib qo'yapti ekan. Shuni hozir muammosini bartaraf qilamiz. Abdurahmon, mana kirishkasini yeching. Mahmudjon, nima muammo bo'lyapti? Mahmudjon o'zimiz ukamiz. Mendan ko'ra sira yaxshiroq tanisizlar. YouTube olib qo'yapman videoga. Nima muammo bo'lyapti uka? Hozir anonga Jomidrakiga olib bordim maktabini. Ana reduktordan qanaqadir propami, gazmi qo'yib o'ryapti. Xullas praktik qisib qolyapti dedim. Odatda shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun 1 yil garantiya beramizki, 1 yil davomida qanaqadir muammosi bo'lsa, tashxisni aniq qo'ygandan keyin yo reduktordan chiqsa, reduktordan almashtirib beramiz, injektordan chiqsa, injektordan yoki kompyuterdan bo'lsa, kompyuterni yangi qo'yib beramiz. Endi hozir bunga ham reduktordan aniq diagnozni qo'yaylik, undan keyin yangisiga almashtirib beramiz. Muammo yo'q aka. Endi davom ettirayman endi. Keyingi mashinamiz trekker mashinasiga ham imminni o'ziga xos qilib qo'yapmiz. Nimalar qo'yapmiz? Video oxirigacha ko'rib turing. Har bir trekker hamda 12 mashinasi bo'lsin, biz albatta Yevropa gazda EMS 32 degan blok upravleniyasiga qo'yamiz. Nega? Chunki Yevropa gazda EMS 32 blok upravleniyasida ko'proq funksiya mavjud. Ya'ni mashinada qo'shimcha datchik qo'yiladi. Ya'ni оборотni sanaydigan alohida kalit datchigi, zamoy datchigi bo'ladi. Bunda yana OBD degan cheklarini o'chiradigan funksiyasi mavjud. Shuning ichida to'g'rilab qo'yadigan gaplar bor. Imnoy bunaqa funksiyalarni bir so'z bilan aytganda, bunaqa funksiyalarni blok upravleniya bo'lganligi uchun imnoy trekerlarga qo'yamiz. 12 mexanikasiga basiko bilan ham qo'ysa bo'laveradi, lekin albatta biz ko'p holatlarda EMS blok upravleniyalardan qo'yamiz. Alaykum assalom.